Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikning xabari bor, Mangu Professional Ligasida bizani qirg'izistonlik bir ukamiz Aziz Usmonov Assalomu alaykum. ko'zdan jarohat olgandi, ko'rdinglar. Jang paytida ko'zi prямо udar tegan evaziga qo'li kirib ketmagan, ko'pchilik yozotda qo'li kirib ketganda bu udar tegan evaziga ko'zida jarohat olib tushib ketdi. Liga komandasi maksimalni qo'ldan kelgancha o'zimizning do'stlarimiz, birodarlarimiz, sportchilarimizdagi xaromizda xudo xohlasa rahmat. Ligi Mangu rahmat, Jasur aka katta rahmat sizga. Cho'tka inshaalloh bari yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa Qirg'izistonlik bavurlar biz bilamiz. Birinchi o'chirda sog'liq. Brat, скажи. Ну это спорт, конечно, никто не застрахован, иншаллах. Любой надо, альхамдулилля, в любом положении. Мы не знали, что так получится. Нельзя сдаваться, самое главное. До конца надо идти. Дагестан, Катар, рахмат вам. Все вижу, все мне пишут многие. Всем рахмат. Спасибо. Аллах разы болсын. Duo qo'yinglar. Duoda bo'linglar. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Вам лига от души. Katta rahmat. Okey. Самое главное здоровье, брат. Иншаллах. Самое главное здоровье. Sport, karyera, boshqa narsa bo'veradi. Birinchi o'chirda sog'lig'iga tegan narsa. Самое главное, берегите свое здоровье. O'zinglar xudo xohlasa.